Qanaqa qilib yana oynaga qarash mumkin? Uf. Qachon mana avvalgidek o'zimni yuzimga qaytaman? Bo'p qolding. Bo'ldi, siqilma. Bir yo'l topamiz dedim-ku. Yo'q. Meni ham, o'zingizni ham aldamang. Buni davolash uchun chet elga borishimiz kerakligini, qanchadan qancha pul ketishini siz ham men ham juda yaxshi bilamiz. Lekin bunga bizda sharoit yo'q. Tushunaman. Siz ham badbashara xotin bilan yashagingiz kelmaydi, конечно. O'sha kungi baxtsiz hodisa bizni oilamizni vaqtidan ayirdi. Yo'q, sen xavotir olma. Chet elga borish ham shart emas. Shu yer o'zida yaxshi klinikalar ham bor ekan. Men bitta klinikani eshitdim. U yerda professional shifokorlar yuz amaliyotini nuqsonsiz qilishar ekan. O'zing avvalgi holiga qaytadi. Rostdanmi? Imkoni bor ekanmi? Ha, rostdan. Imkoni bor. Davolatamizmi? Ha, davolatamiz. Operatsiya jarohatlari bitdi. Rezultat sizga yoqdimi? Ha, natija bizga juda ham yoqdi. Biz kutmagandik bunaqa natijani. Rahmat katta. Ko'rdingizmi? Chet elga borish shart emas. O'zimizning Sayfullodagi klinikamizda ham xuddi shunaqa yuz sohasidagi murakkab jarayondagi operatsiyalar hammasi bajariladi. Operatsiya yo'li bilan nuqsonsiz davoladik. Baxtli bo'linglar. Rahmat.